Raraning birinchi ro'zasi. Alhamdulillah. Nussa, Rara, hademay azon chaqiriladi. Ikkovingiz ham tishlaringizni yuving. Ularni yaxshilab chaying. Ovqat qoldiqlari qolib ketmasin. Og'zingizni yopishdan avval duo bilan niyat qilishni ham unutmang-a. Xo'p, bo'ladi oyijon. Yana biroz qolibdi. Astag'firulloh. Haliyam yeyapsan, Murat? Kechadan beri saharlikkacha og'zing tinmayapti. Charchab ketmadingmi? Bu meni birinchi ro'za tutishim. Shuning uchun ko'proq yeb olsam, iftorgacha to'q yuraman. Vah. Har doimgidek ovqatlansang bo'ladi. Qorning ichib ketishi shart emas. Tushundingmi? Men hali kichkina qizchaman. Shuni ham unutmang, akajon. Bahonangni qara. Hademay namoz vaqti kiradi. Ketdik, tishimizni yuvamiz. Siz yuvib bering. Men hali beri yuvmayman. Nega tishingni yuvmaysan? Mabodo qorning ochib qolsa, qiynalib qolmay degan maqsadda atay tishingdagi ovqat qoldiqlarini yuvmayapsanmi? To'g'ri topdimmi? Albatta. Yuv demoqchi edim. Ovqatdan so'ng va uxlashdan oldin tishlarimizni yuvishimiz kerak. Tishimizda qolgan ovqat qoldiqlari bizni ro'zamizda yordam bermaydi. Aksincha, u tishingni kavak qilishi mumkin. Keyin u og'riydi. Chunki u yerga bakteriya tushib qoladi. Salom. Kamina tishman. Og'izda yashayman. Hamisha sog'lom bo'laman. Durdek porlab turaman. Agar chalsam doim. Unda tishlarni yuvish uchun eng yaxshi payt qachon? Ovqatdan so'ng va uxlashdan avval tish pastasidan doim foydalan. Foydali ozuqalardan iste'mol qil. Keyin har 6 oyda bir tish shifokoriga uchrab tur. Sihat, salomatlik esa baxtli hayot